Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan yana Uzur muhandisi Omadjon Abdulaziz davom etamiz. Mana ko'rib turganingizdek 23:02 da kecha va'da qilgan taqdimotimizni kanalimizga joyladik. Hozircha umumiy ko'rishlar soni 4 dona bo'lgan. O'z ishtirokchilarimizdan mana ko'rib turishingiz mumkin. A'zolarimiz 16 dona. Odatda bularning orasida juda ko'pchiligi tanishimiz, qadrdonlarimiz. Hurmat qilib a'zo bo'lib kuzatayotganlar uchun alohida tashakkur bildiramiz. Bu qaysi kanal, qanday olishimiz mumkin degan savollar tug'ilib qolishi mumkin oxirida. Mana shuning uchun boshda javob berib ketamiz. Mana kanalimizning havolasi mana Sensors Nijniy Pradeb 3 ta bir sensor statik sezuvchi qurilmalar mana 3 ta tilda yoritib qo'yilgan. Davom etamiz. Taqdimotda o'zi nima ko'rsatilgan, mana kirib ko'rishimiz mumkin. Taqdimotimiz mana umumiy 50 sahifadan iborat. Bu yerda asosan olingan manbalar, foydalanilgan standartlar ko'rsatib berilgan, manzillar yoritilgan, oziq-ovqat texnologiyasi asosan misol qilib olingan texnologik jarayonlarga va uning elementlariga ham mana bu yerda qisqartmalar, atamalar to'liq yoritilgan. Boblar alohida ko'rsatib berilgan. Har bitta ko'rsatilgan bob nimaga bag'ishlanganligi to'liq ifoda qilingan. Bob ilovalarida ko'rib turishingiz mumkin. Mana xuddi o'sha postlarimizda ko'rsatgan avtomatik tizimning to'liq iyerarxik sxemasi, sensor darajasidan korxona boshqaruv tizimiga qadar darajalar, protokollar, standartlar va oziq-ovqat alkogolsiz ichimliklar ishlab chiqarishning amaliy qo'llanilishi ilmiy ommabop usulda terminlar izohi bilan taqdimot tayyorlangan. Texnik ilmiy qo'llanma bu. Dizaynga alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Mualliflik dizayn avtorskiy pravoda. Hazil albatta o'zim inisiativa, tashabbuskorlik bilan shuni tayyorladim. Mana men kim? Omadjon Abdulaziz, nazorat o'lka asboblari va avtomatikasi muhandisi, ish joyim Navro'z International Corp, Montella. Alkogolsiz ichimliklar ishlab chiqarish tashkiloti, yangi yo'nalishimiz, ya'ni oziq-ovqat texnologiyasida. Tayyorlangan sanasi 3107 shunda loyiha boshlanganida juda katta ko'lamli loyiha bo'lgani sababli kunlar ketdi tayyor bo'lishiga. Tayyor bo'lishi bilan yukladim. Shuni aytib qo'yay, saqlab turganim yo'q. Hajmi 52 sahifa o'zbek tilida, ingliz tili terminlar qavsda, auditoriyamiz, ya'ni kim uchun mo'ljallangan? 18+ mutaxassislar yoki soha tanlayotganlar uchun va boshqa qiziquvchilar uchun ham mos keladi. Taqiqlanmagan yoshlar uchun ham, shunchaki kattalar uchun maqsadliroq. Qanday instrumentlardan foydalandik? Cloud sun'iy intellektini Android kompaniyasi mahsulotining Cloud Opus 5 modeli Cloud Design yordamida tayyorlandi. Iltimos e'tibor berib qo'yasizlar, bu pullik tarifdagi resurslarimni shu narsaga sarflashga qaror qildim. Sababi hozir bu darajada bo'lmasa ham inshaalloh shu darajaga chiqadi. O'zimizdan sadaqa-i joriya qoldirish. O'ylaymanki, xayrlarga vasila bo'ladi, xayrli ishlarga xizmat qiladi degan umiddamiz. Akasi biz Andijondan bo'lamiz. Salomat bo'lasiz. Like, podpiska va bizni tanishlaringizga tavsiya eting. Assalomu alaykum.